Green kartani Samarqandga borib topshirishda nima afzalliklari bor? Bir dona afzalligi bor, u ham oilangiz bilan shu bahonada Samarqandni ziyorat qilib kelasiz. Green kartani yutishingizga buni daxli yo'q. Siz Amerikadan topshirasizmi, Samarqanddan topshirasizmi, Xitoydan topshirasizmi, propiskangizga yo Marg'ilon, yo Quvasoy, yo Farg'ona ko'rsatasiz. U Green kartani Samarqandda to'ldirgan degan joyi hech qayerda yo'q. Nimaga bo'lmasa Samarqandliklarga ko'p Green karta chiqadi degan savolga Green karta yangi o'ynalishni boshlaganda O'zbekistonga misol uchun 5000 ta joy berilgan bo'lsa, 3,5-4 ta odam topshirgan xolos. Ya'ni oktyabr oyida anketa to'ldirgan odam Green karta yutib ketavergan. Samarqandlik firmalarga respekt, o'sha paytda Damas'ga printerni qo'yib olib, mahallalarga, tashkilotlarga borib massiviy registratsiya qilib berishgan. Hattoki Qo'shto'rg'ochidagi ba'zi bir firmalar Green kartani vizada 2000-3000 dollardan odamlarga sotishgan. O'z-o'zidan yutib ketgan odam bu narsa bepulligini bilgandan keyin keyingi yilga sinfdoshlari, kursdoshlari, qarindosh-urug' qo'l-qo'shnilarini registratsiya qilib berishni boshlashgan. O'sha paytda Samarqanddan massiviy ko'pchilik ketib qolgan. Misol uchun aytsak, Samarqanddan bir yilda 1 million ta anketa to'ldirilsa, 1000 ta yutuq chiqadi. O'sha yilda Farg'onada 100 ming ta anketa to'ldirilsa, 10 ta yutuq chiqadi. Men qiyosan aytyapman. Hattoki bir xilga odamlarda shunaqa tushuncha borki, propiskani 6 oyga, 1 yilga Samarqandga ko'chirib, aynan qaysidir tog'li qishloqlarga shunaqa gaplarni eshitib, ko'chirsa ularga ko'proq berar ekan. Bu yosh bolaning gapi, safsata bu. Bundan tashqari bozorlarda, mahallalarda Samarqand Green Card deb Green Cardga to'ldiramiz deb yurgan bolalarni ko'rdik. Ulardan hushyor bo'lasiz. Ular allambalo pechatlar yasab olgan, do'g'irlar qilib olishgan, hattoki pulini bank orqali to'laysiz deb odamlarni ishontirishga harakat qilishyapti. Ulardan ehtiyot bo'lasiz. Ularda minus tarafi nima? Birinchisi, confirmation nomeringizni qo'lingizga berishmaydi. Yutuq chiqqandan keyin yutganlardan katta miqdorda pul talab qilishadi. Ya'ni pul bermasangiz confirmation nomeringizni berishmaydi. Ikkinchi yomon tarafi, qolgan yillarga, keyingi yillarga sizdan so'ramasdan turib Green kartaga registratsiya qilishaveradi. Ya'ni siz o'zingizdan boshqa joydan to'ldirasiz, xabaringiz yo'q, ular dublikat qilib boshqa joydan registratsiya qilishadi. Oqibatida yutsangiz ikkala joyda qilganingiz hisobiga kuyib ketaveradi. Shunisidan hushyor bo'lasizlar. Shuning uchun rasmni to'g'ri tayyorlang, anketani bexato qilib kiriting. Oktyabr oyida ochilmadi, noyabr oyida ochilishi kutilyapti. Diqqat bo'lmaymiz. Xudo xohlasa ochilsa hammanikini registratsiya qilib beramiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar.